Ulug'lardan qaysi mazhabdasiz deb so'rasalar, otamni mazhabidaman debdilar. Men Imomi Azam Hanafiy mazhabidaman desalar bo'ladi. O'rtaga otani qo'yib, otamni mazhabidaman debdilar. Haqiqatdan musulmon farzandichalik otasini ulug'lagan biror bir xalq yo'q. Musulmonlar otani haqiqiy o'rniga, maqomiga qo'ya oladigan. Avn ibn Abdulloh aytadilar: farzand olim, 30 pora Qur'oni bor, ilmi bor, otani ilmi yo'q, oddiy namozxon. Jamoa bilan birgalikda otasiga ham imom bo'laversin. Otasi bilan yolg'iz qolganda odob yuzasidan otani oldiga chiqmasin debdilar. Ota chiqsinlar imomlikka, farzand orqada tursin. O'sha qori yigit olim bo'lsa-da, shayx bo'lsa ham ilm yo'q, otani